Arvаңыздар, Ноқат Хабар 24 каналының қатысушылары. Бүгінгі күнгі 26 сентябрь дүйшембі күндегі обедтен кейінгі курстармен сіздер таныштырабыз. Ноқат Хабар 24 дайыма сіздердің қызметіңіздерде. Аз барып банктардың жанында көрішеміз. Бізден алсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Өлкөбүздө тынчтык жана амандык болсун, согуш болбосун. Эч качан согуш болбосун. Hozir birinchilik kompaniya banka keldi. Kompaniya bankda 80-60 dollar, 79 30 euro, bir so'm 34 rubl ekan. Bu yerda rubl tushib ketdi. Obeddan keyin kurslar shunday bo'ladi. Hozir boshqa banklar bor, boshqa banklar qancha ekan shu yerdan ko'ramiz. Bunlar Boqay bankka keldik. Boqay bankda 83 so'm 00 dollar, 83 00 euro, bir so'm 35 rubl ekan. Bu yerda o'zgarish yo'q. Obeddan keyingi kursimiz o'zgarish bo'ldi. Xudoga shukr, bari yaxshi. Hozir boshqa banklar bor, boshqa banklarda qancha ekan shu yerdan ko'ramiz. Aziya bankka keldik. Aziya bankda 1 so'm 35 rubl, 82 00 euro, bir so'm 82 so'm 70 dollar ekan. O'zgarish yo'q. Obeddan keyingi kursi shunday sargı boyda turadi. Sargı boydan 5 tin tushibdir. Hozir biz Doskredit bankda, Doskredit bankda qancha ekan shu yerdan ko'ramiz. Doskredit bankka keldik. Doskredit bankda 80 so'm 80 tin dollar, 80 so'm 50 tin euro, bir so'm 35 tin rubl ekan. Bu yerda 5 tin tushib ketdi. Kırgızistan bankda da şunday ekan. Valutalar ko'rib qo'yingizlar. Valutalarda 1 so'm 33 tin rubl ekan. 82-80 dollar ekan. Eko İslam Bank'a geldik. Eko İslam Bank'ta 80 so'm 80 tin dollar, 79 tin euro, bir so'm 13 tin, 1 so'm 35 tin rubl ekan. Bu yerda o'zgarish yo'q. Shundan bugungi Noqat Xabar 24 kanali sizlar bilan qo'shilishadi. Ertaga ko'rishguncha tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Doimo o'lkamiz tinch bo'lsin. Hech qachon sovush bo'lmasin deb kutamiz. Ertaga soat ko'rishguncha tinch bo'linglar. Obeddaga chiqarishimiz shuni oyoqladi. Barimiz sog' salomatda bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh demoqchiman.